Lasetti orqasidan yetib olib, avariya bo'lishimga ozgina qoldi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, janoblar, hamma blogerlar elektromobillarning plus tomonlari haqida gapirganda, bugun men sizlarga ushbu elektrokarlarning minus tomonlari haqida gapirib beraman. Birinchi minusi, elektrokarni zaryadlaganimda tabloda 100% turganda 500 km yuradi deb ko'rsatyapti. Ammo amaliyotda menda 300 km yurdi. Naqd 200 kilometrga adashyapti. Bu juda katta xatolik deb bilaman. Ya'ni sizda qo'rquv bo'ladi, zaryadni tugab qolmasmikan degan qo'rquvda yurar ekansiz. Ikkinchi minusi, orqaga harakatlanayotganimda kimdir o'tib qolsa, masofa uzoq bo'lishiga qaramasdan avtomatik tarzda tormozni qattiq bosar ekan. Buni minus sifatida qabul qildim. Balki o'chirsa bo'lar ushbu funksiyani. O'chirishni biladiganlar yoki o'chirib ko'rganlar izohlarda yozib yuboringlar. Uchinchi minusi, ya'ni menda kuzatilgan holat, ushbu elektrokarlarning motori bo'lmaydi. Shu sababli boshida qo'zg'alganda biroz ko'ngil aynish holatlar kuzatildi, lekin bu keyinchalik o'tib ketar ekan. Minuslariga qaraganda plus tomonlari ham albatta ko'p. Shulardan biri elektrokar juda ham ekonomik avtomobil hisoblanadi. Siz qanaqa fikrdasiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qolding. Qanaqa plus va minus tomonlarini bilasiz? Elektrokarni bir marta bo'lsa ham haydab ko'rishingizni maslahat beraman. Agar sotib olganingizdan keyin yoqmasa sotib yuborasiz, muammosi yo'q. Menga ham agarda yoqmasa sotib yuboraman. Ya'ni RO24 ga kiraman, avtobozor bo'limi bor. Mana shu avtobozor bo'limi orqali avtomobilimni tekinga e'lon berib sotib yuborgan bo'lar edim. Ushbu funksiya agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, foydalanib ko'ringlar.